Qadim zamonlarda tog' etagida Ko'ktosh nomli qishloq bor edi. Bu yerni odamlari tabiatni sevar, hayvonlarni ovlashmas, faqat zarurat bo'lsagina ov qilishardi. Shu qishloqda Arslonbek degan yosh ovchi yashardi. U kuchli, dag'al bo'lsa-da, lekin mehribon yigit edi. U har kun tog'larga chiqar, hayvonlarni ov qilish o'rniga ularga yordam berishni xohlardi. Bir kun Arslonbek tog'da sayr qilib yurganda, shu payt g'or yonida qo'rqinchli ovoz eshitildi. Qarasa, g'or burchagida yaralangan bo'ri yotganini ko'rdi. Uning ko'zida qo'rquv va dard bor edi. Arslonbek shoshib kamonini o'qladi va ikkilanib qoldi. O'ldirish kerakmi yoki yordam berish kerakmi? Avvallari Arslonbek kiyik va qushlarga, beozor qushlarga yordam bergan, lekin bunday bahaybat bo'riga birinchi bor duch kelishi edi. Agar bo'ri yarador emas, sog'lom bo'lganida edi, hech ikkilanmay o'qizgan bo'lardi. Lekin qonga belangan yarador bo'rini otib o'ldirish nohaqlikdek tuyuldi. Bo'ri bechora nafasi bo'g'ilib hansirar, ovchiga iltijo qilgandek qarab turardi. Arslonbekning qalbida mehr g'olib keldi. Kamonini asta tushirib, yarador bo'riga yaqinlashdi. Buni ko'rgan bo'ri o'zini orqaga tashladi. Shu payt oyog'ini mahkam qisib turgan qopqon zanjiri sharaqlab ketdi. Bo'ri oyog'i qopqon zarbidan singan, qonga belangandi. Og'riqdan uning boshi va oyoqlari to'xtovsiz qaltirar, holsizlanib, ko'zlari xiralashib qolgandi. Ovchi bo'ri oyog'idagi qopqonni bo'shatmoqchi bo'lib, qo'lini cho'zdi. Buni ko'rgan bo'ri beixtiyor irillab yubordi. Ovchi bo'ri tomon qo'llarini cho'zgan holda, "Biroz sabr qil, men senga yordam bermoqchiman xolos", dedi to'xtab. Bo'ri ovchining juda yaqin turganini ko'rib, o'ylanib qoldi. "Bilaman, menga yordam bermoqchisan, lekin men bo'riman, yirtqich hayvonman. Menga inson yaqinlashganida jim turolmayman. Chunki odamlar bizni eng yomon dushmanimiz bo'ladi. Sen esa menga yordam bermoqchisan. Mayli, agar sog' bo'lganimda seni bu qadar yaqindan ko'rmagan bo'lardim. Biroz jim turmasam bo'lmaydi", o'yladi bo'ri. Bu orada ovchi qopqonni bo'shatdi. Bo'rining joni og'riqdan qutuldi. Tanasi rohatlandi. Huzur bilan boshini yerga qo'ydi va ovchining harakatlarini kuzatib yotdi. Ovchi bo'rining yarasini tozalab, unga suv berdi. Bo'ri suvni icharkan, "Bu odam bolasi boshqalardek emas ekan", deb xayolidan o'tkazdi. Bo'rining peshonasida chandig'i bor edi. Ovchi unga Qashqa deb laqab qo'ydi. Bo'rining biroz o'ziga kelganini ko'rgan ovchi qishloqqa qaytdi. Kechga yaqin go'sht, suv olib g'orga qaytib keldi. Endi bo'ri ovchidan qo'rqmas, hatto ko'zlarida Arslonbekka nisbatan ishonch, mehr bor edi. Oradan kunlar o'tib bo'ri sog'aydi. Arslonbek g'orga kelganida bo'ri yo'q edi. Faqat g'or og'zida izlar qolgandi. Buni ko'rgan ovchi, "Qayga ketgan bo'lsang ham boshing omon bo'lsin", dedi uzoqlarga tikilib. Oradan yillar o'tdi. Arslonbek qarib qoldi. Qashqa bo'ri bilan bo'lgan voqea uning xotirasidan o'chib, unutib yubordi. Qish kunlari edi. Tog'lar bag'rini qor qopladi. Odamlar uydan chiqmay qoldi. Shu kunlarda keksa ovchining jondan aziz kichkina nabirasi qattiq kasal bo'lib qoldi. Shaharga qizchani tabibga olib borish uchun ot aravasini tayyorladi. Yo'l uzoq, lekin boshqa yo'l yo'q edi. Tabib qizchani shaharda bir oy davolatdi. Qizcha shifo topdi. Qishloqqa qaytishda tog' etagida bo'ron boshlandi. Oppoq qor, shamol ko'z ochirmasdi. Qizcha aravada yotar, Arslonbek esa atrofga qarab, "Sabr qil bolam, sabr qil.
kechga yaqin uyga yetib olamiz, derdi mehribonlik bilan. Bir necha soat o'tib, otning quvvati ketdi. Sovuq suyakka qadaldi. Ular tog' etagida kimsasiz joyda qolib ketishdi. Arslonbek daraxt shoxlaridan kulba qurdi. Qizchani kulba ichiga yotqizdi. Birinchi kun sovuq tunni o'tkazishdi. Ikkinchi kun ochlik boshlandi. Bechora ot sovuqda halok bo'ldi. Arslonbekning ko'zlarida g'am va ojizlik, lekin ko'nglida faqat bir niyat. Qizimni asrashim kerak, hatto jonim evaziga bo'lsa ham, o'ylardi u. Kechqurun shoqollar to'dasi o'lgan otning murdasini yeb bitirishdi. Uchinchi kun ular kulba atrofini o'rab olishdi. Ovchi ularni ko'pini miltiqda otib o'ldirdi. To'rtinchi kun ovchining o'q zaxirasi tugab, shoqollar yana kulba atrofida paydo bo'lishdi. Arslonbek qarib kuchdan qolgan, qiz nabirasini qanday himoya qilishni bilmas, qizchani quchoqlab, "Meni kechir qizim, mendan rozi bo'l, men qari bobongni kechir", deb yig'lashdan boshqa chorasi qolmadi. Shoqollar esa shovqin solib, kulbaga yaqinlashib qolishgandi. Qariya qizchasini so'nggi bor bag'riga bosib, vidolashdi va baqirib yig'lab yubordi. Shu payt tog' tepasida qandaydir vahimali ovoz eshitildi. Keksa ovchi qizchani mahkam quchoqlagancha o'lim soatlari yaqinligini o'ylab, tog' tepasidan eshitilgan ovozga quloq tutdi. Shu payt yana ovoz eshitildi. Bu ovozni eshitgan ovchining yuragi titrab ketdi. Chunki bu ovoz yirtqich bo'rilarning ovozi edi. Kulba atrofidagi shoqollar birdan jimib qoldi va qayoqqadir g'oyib bo'lishdi. Endi kulba atrofini shoqollar emas, bir to'da bo'ri galasi o'rab olgandi. Shu payt kulba eshigi oldida kattakon bo'ri paydo bo'ldi. Keksa ovchi qizchani oxirgi nafasigacha himoya qilishga ahd qildi. Ovchi bo'rining qarshisida tiz cho'kib, boshini egdi. Qizcha esa bobosining ortida yig'lay boshladi. Bahaybat bo'ri kulbaga qadam bosdi. Arslonbek bo'rining tashlanishini kutib shay turardi. Bo'ri yaqinlashib, qattiq irillab ovchiga tashlandi. Ammo bo'ri ovchini tilka pora qilish o'rniga birdan to'xtab, iskalana boshladi. Ovchi hech narsani tushunmasdi. Sekin boshini ko'tarib, bo'riga qaradi. Qaradi-yu, bo'rining peshonasidagi chandiqqa ko'zi tushdi. Bu o'sha g'ordagi yarador bo'ri, qashqa edi. "Sen o'sha qashqa bo'rimisan?" deya ko'zlari yoshlandi ovchining. Bu orada och bo'rilar galasi sabrsizlik bilan irillashib, cholni nimta-nimta qilish uchun o'zlarini kulbaga urdi. Buni ko'rgan qashqa bo'ri shunday qattiq irilladiki, barcha bo'rilar kulbani tark etishdi. O'sha kuni tunda qashqa boshliq bo'rilar to'dasi kulbani shoqollardan himoya qilib, uvillab tong ottirishdi. Tong otgach, ular qayoqqadir g'oyib bo'lishdi. Tush payti edi. Kulbada og'zida bir parcha go'sht bilan qashqa kirib keldi. Necha kunlik ochlikdan so'ng keksa ovchi go'sht pishirib, qizcha bilan qornini to'yg'azdi. Bo'ron tinib, quyosh charaqlab chiqdi. Kunlar isiy boshlagach, ovchi nabirasini olib qishloqqa qaytdi. Keksa ovchi qizchasini yetaklab tosh yo'ldan sekin ketib borardi. Shu payt qizcha bobosidan so'radi: "Bobojon, bo'rilar ham kattalarni hurmat qilishadimi?" Ovchi nabirasining savoliga o'ychan javob berdi: "Ha qizim, hatto bo'rilar ham hurmat qilishadi. Ular yaxshilikni unutishmaydi." Shu payt yuqoridagi qoya ustida qora soya ko'rindi. Ulkan qashqa bo'ri ular qishloqqa yetib olgunicha baland qoya tepasida kuzatib turdi.
u pastga, ovchi va qizchaga bir lahza tikilib turdi-da, so'ng qorli qoyalar orasida ko'zdan g'oyib bo'ldi. Hayvonlarda ham, odamda ham mehr bor. Mehr eng kuchli kuchdir. Inson kimgadir yordam bersa, Alloh unga ham yordam yuboradi. Shuning uchun hayotda qilgan yaxshilik hech qachon yo'qolmaydi. Yaxshilik shamol, tog' yoki bahaybat bo'ri qiyofasida bo'lsin, albatta qaytadi. Rivoyat yoqqan bo'lsa like bosib, izohda fikringizni yozib qoldiring. Obuna bo'lishni unutmang.